Dam olish kuni mana basseynga keldik bolalar bilan. Bugun dam olish shanba yakshanba. Yigitlar bilan basseynga keldik, basseynga. O'z kiramiz. Har xil nemis bor. Bosniyalik, xorvat, arab hammasi bor. O'zbeklardan bitta men. Shunlar hammasi shu basseynga kelganmi deyman. Odam ham ko'pga o'xshayapti. Mana stadion ham bormi? Birinchi marta olib kelishimda. Fa! Pochta qayerda turishim. Terskiy turibdi o'zim. Bizning komanda, brigada. Bosniya, Makedoniya, Nemis, Germaniya, Arab. Basseynga keldik komanda bilan chiqamiz. Brigada. Turkman basseynga kirish 4 euro ekan. Pulni yetkazdik mana. Ketdik bolalar bilan. Qani? Kako ide? Oy. Ne, tu. Gardırop kiramiz oldu. Nasıl? Qo'yamiz oldu. Mana basseyn chiqamiz. Komanda. Keldik mana, bir kirib oldik basseynga. Taşa tepadan hamma. Vidim danas Drankana. Dojdemo da Ivica. Qilib ketgan odam. Sular qana to'lqinlanyapti. Shunaqa qildirar ekan suvni. Shunaqa o'zi apparati bor ekan, suv mana shuna to'lqinlanar ekan. Videoga olish mumkin emas ekan. Mana bosib suvni qaranglar aslida. Mana da shu kiyinish, yechinish xonalari ham. Mana yengilgina bo'lib chiqdik. Cho'milish ham o'z nihoyasiga yetdi mashallah. Shalan chiqdik hozir. Atmosfera bomba bo'lyapti. Короче, 4 euro selidan, xullas nima deydi? Xullas seliden-da, xullas. Seliden tushunasizlar. Yeliklar bilan, mashinalar bilan kelyapti. Odamlar. Yeliklar qaranglar, quflamaydi. Shuna qo'yib ketadi bo'ldi. Nimaga? Nimaga shuna deysizlar? Mana bu yelik yomon qimmat turadi mana. Karbondan qilingan. Bizning Mers oxirida bizning kollegami. Gruppa 4 ta gruppa sostav ketyapti. Yo'lda hech kimga bermaydi. Shunaqa joylar. Bizning gruppa yo'lda hech kimga bermay ketyapti. Shunga ham tugadi. Chiqib oldik. Zaman o'sha. Ketamiz hozir.